Bugun men pensionerlar, kam ta'minlangan oilalar va qishda gaz, elektr, ko'mir, dori-darmon, kommunal to'lovlar sabab qiynaladigan har bir xonadon uchun juda muhim ma'lumotni tushuntirib beraman. Gap shunchaki biror kichik imtiyoz haqida emas. To'g'ri harakat qilinsa, ayrim oilalar qish mavsumida 2500 ming so'mgacha, ba'zi holatlarda undan ham ko'proq mablag'ni tejab qolishi mumkin. Men bu mavzuni bejiz ko'tarmayapman. Ko'p pensionerlar menga hech narsa tegmaydi. Buni faqat tanishib oladi. Hujjat yig'ish qiyin deb o'ylab, o'ziga tegishli yordam va imtiyozlardan foydalanmaydi. Natijada odam o'z cho'ntagidan to'laydi. Davlat tomonidan berilayotgan yengillik esa ishlatilmay qoladi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumot ayniqsa qish oldidan har bir oilaga kerak bo'ladi. Avval vaziyat qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar kommunal to'lov, dori-darmon, ko'mir yoki gaz ballon, uy isitish xarajatlarini o'zi bilganicha hal qilardi. Mahallaga borib so'rashga uyaladiganlar bor edi. Kimdir pensiyam bor, demak menga yordam berishmaydi deb o'ylardi. Kimdir ro'yxatga tushish tartibini bilmasdi. Kimdir esa yordam olish uchun albatta tanish kerak deb noto'g'ri xulosa qilardi. Hozir esa tizim ancha o'zgargan. Davlat yordamlarining katta qismi mahalla inson ijtimoiy xizmatlar markazi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, soliq va kommunal tashkilotlar bazalari orqali aniqlanadi. Ya'ni ko'p hollarda oilaning daromadi, pensioner bor yo'qligi, nogironligi, yolg'iz yashashi, qarovchisi bor yoki yo'qligi, uy-joy sharoiti, kommunal xarajatlar kabi ma'lumotlar tizimda ko'rinadi. Lekin muhim joyi shuki, tizimda ma'lumot bo'lishi yetarli emas. Siz o'zingiz ham murojaat qilishingiz, holatingizni tushuntirishingiz, kerakli hujjatlarni tayyorlashingiz kerak. Men bugun aynan qish mavsumida pensionerlar nimadan tejashi mumkinligini, kimlar alohida e'tibor berishi kerakligini, qaysi joylarda odamlar xato qilayotganini va amalda nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi masala, qishki xarajatlar bitta to'lovdan iborat emas. Odamlar ko'pincha faqat gaz yoki elektr narxiga qaraydi. Aslida pensioner oilasi uchun qishki xarajatlar kamida 5 yo'nalishdan iborat bo'ladi. Elektr energiyasi, tabiiy gaz yoki suyultirilgan gaz, ko'mir yoki boshqa yoqilg'i, dori-darmon va oziq-ovqat. Shuningdek, uyda kichik ta'mir, pechka, mo'ri, isitgich, hisoblagich, simlar xavfsizligi kabi masalalar. Masalan, bir pensioner ayol yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1 million so'm atrofida. Qishda elektrga bir martasi 1 million so'm. Gazga 20 ming so'm, doriga 300 ming so'm, oziq-ovqatga kamida 700 ming so'm sarflaydi. Agar uy sovuq bo'lsa, qo'shimcha elektr isitgich ishlatadi va elektr puli yana oshadi. Bir qarashda har bir xarajat alohida unchalik katta ko'rinmasligi mumkin. Lekin 3 oy qish mavsumida bu 3000 ming so'mdan oshib ketadi. Mana shunday joyda subsidiya, kompensatsiya, ijtimoiy yordam, bepul yoki imtiyozli xizmatlar juda katta rol o'ynaydi. Ikkinchi masala, yordam faqat eng kambag'al oilalarga emas, muayyan mezonlarga tushadigan oilalarga ham tegishi mumkin. Agar xonadonda yolg'iz pensioner yashasa, nogironligi bo'lsa, o'quvchisini yo'qotgan bo'lsa, daromadi kam bo'lsa, mehnatga layoqatli farzandlari alohida yashasa yoki yordam bermasa, uy-joy sharoiti og'ir bo'lsa, bularning barchasi hisobga olinishi mumkin. Lekin buni mahalla yoki ijtimoiy xizmat xodimiga aniq aytish kerak. Menga yordam kerak deyishning o'zi kam. Siz men yolg'iz yashayman, pensiyam shuncha, dori xarajatlarim shuncha, qishda isitishga shuncha ketadi. Farzandlarim boshqa joyda yashaydi yoki doimiy yordam bera olmaydi deb aniq tushuntirishingiz kerak. Uchinchi masala, 2500 ming so'm tejamkorlik bitta joydan kelmasligi mumkin. Men buni juda aniq tushuntiraman. Odamlar ko'pincha menga birdaniga 2 million berishadimi deb so'raydi. Har doim ham bunday emas. Tejash bir necha manbadan yig'iladi. Masalan, qishki mavsum uchun moddiy yordam, kommunal to'lovlar bo'yicha yengillik, dori-darmon bo'yicha imtiyoz, ko'mir yoki yoqilg'i yetkazib berishda yordam, uyda ijtimoiy xizmat, parvarish yordami, bepul tibbiy ko'rik, sanatoriy yo'llanmasi yoki ayrim xizmatlardan ozod qilish. Bularning har biri alohida 200 ming, 500 ming, 700 ming so'm bo'lishi mumkin. Yig'ilganda esa juda sezilarli mablag' chiqadi. Eng avvalo yolg'iz yashovchi pensionerlar e'tibor berishi kerak. Agar odam uyda bir o'zi yashasa,
u qishda eng xavfli guruhga kiradi. Chunki kasal bo'lib qolsa, elektr yoki gazda muammo bo'lsa, to'g'risi tugasa, vaqtida yordam so'rash qiyin bo'ladi. Bunday pensionerlar mahalla ro'yxatida alohida ko'rinishi kerak. Men tavsiya qilaman. Yolg'iz yashasangiz mahallaga borib, meni yolg'iz pensioner sifatida ijtimoiy nazoratga oling. Qish mavsumida ehtiyojimni baholang deb yozma yoki og'zaki murojaat qiling. Ikkinchi guruh pensiyasi bor. Lekin dori xarajati juda katta bo'lganlar. Masalan, odam 1 million 500 million so'm pensiya oladi. Lekin diabet, qon bosimi, yurak kasalligi sabab har oy 500 million yoki 700 million so'm dori oladi. Rasmiy ko'rinishda daromadi bordek, lekin real hayotda qo'lida pul qolmaydi. Shunday holatda tibbiy hujjatlarni ko'rsatish muhim. Poliklinikadan kasallik bo'yicha ma'lumot, retseptlar, dori cheklari. Nogironlik bo'lsa tegishli hujjatlarni yig'ing. Chunki komissiya faqat pensiya miqdorini emas, majburiy xarajatlarni ham ko'rish kerak. Uchinchi guruh ko'p qavatli uyda yashovchi pensionerlar. Ko'pchilik faqat hovlida yashovchilar qishda qiynaladi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Ko'p qavatli uyda markaziy isitish bo'lmasa, elektr ishlatilsa, eski deraza va eshiklar sabab issiqlik chiqib ketsa, elektr to'lovi keskin oshadi. Agar pensioner xonadonida hisoblagich eski bo'lsa, simlar xavfli bo'lsa, isitgich ko'p toq olsa, qishda xarajat 2 barobar bo'lishi mumkin. Bunday holatda uy-joy sharoitini baholatish, mahalla va kommunal xizmatlarga murojaat qilish kerak. 4-guruh chekka hududlarda gaz yetib bormagan yoki bosimi past joylarda yashaydiganlar. Bunday oilalarda ko'mir, o'tin, suyultirilgan gaz, elektr isitish asosiy xarajatga aylanadi. Agar bir qop ko'mir narxi oshsa yoki yetkazib berish puli qo'shilsa, pensioner uchun bu juda og'ir. Shu sabab qish oldidan ko'mir, gaz ballon. Yo'qlik masalasida mahalla orqali ehtiyoj ro'yxatiga kirish juda muhim. Birinchi misol. Toshkent viloyatidagi bir pensioner ota 1 million 300 ming so'm pensiya oladi. Uyda rafiqasi bilan yashaydi. Rafiqasi ham pensioner. Lekin dori xarajatlari juda katta. Ular har oy o'rtacha 600 ming so'm doriga, qishda elektr va gazga yana 400 ming so'm atrofida sarflaydi. Agar ular ijtimoiy yordamga murojaat qilmasa, 3 oyda faqat dori va kommunal xarajatlar 3 million so'mdan oshadi. Murojaat qilgandan keyin ularga bir martalik moddiy yordam ajratilishi, ayrim dori vositalari bo'yicha imtiyozli retsept berilishi, mahalla orqali qishki ehtiyoj ro'yxatiga kiritilishi mumkin. Natijada 3 oyda 1500 ming so'mdan 2500 ming so'mgacha real tejash yuzaga keladi. Ikkinchi misol. Qashqadaryoda yolg'iz pensioner ona hovlida yashaydi. Gaz bosimi past, pechka eski ko'mir olishga puli yetmaydi. U ilgari hech qayerga murojaat qilmagan. Chunki pensiyam bor, yordam berishmaydi deb o'ylagan. Aslida uning holati ijtimoiy xavfli hisoblanadi. Yolg'iz yashaydi. Yoshi katta, qishda uy sovuq, sog'lig'i yomon. Bunday odam mahallaga murojaat qilsa, uyga borib o'rganish o'tkazilishi kerak. Natijada ko'mir yoki yo'qligi masalasida yordam, moddiy yordam, ijtimoiy xodim biriktirish, tibbiy ko'rikka yo'naltirish kabi choralar ko'rilishi mumkin. Bu pul faqat qo'lga beriladigan nafaqa emas, balki real xarajatni kamaytiradigan xizmatlar hamdir. 3-misol. Samarqandda 2 pensioner er-xotin ko'p qavatli uyda yashaydi. Ular elektr isitgich ishlatadi. Chunki xona sovuq. Elektr to'lovi qishda 40 ming so'mgacha chiqadi. Sababi derazalar eski, issiqlik saqlanmaydi. Isitgich kun bo'yi ishlaydi. Agar ular faqat elektr pulini to'lab yuraversa, 3 oyda 1 million 307 ming so'm ketadi. Lekin muammo to'g'ri ko'rsa, yechim boshqacha bo'ladi. Derazani ziklash, eshik ostini berkitish, xavfsiz va tejamkor isitgichdan foydalanish, ijtimoiy yordamga murojaat qilish, uy-joy sharoiti bo'yicha mahalla dalolatnomasi tuzdirish. Ba'zan kichik ta'mirga sarflangan 300 million so'm keyingi oy elektrdan 1,5 million so'm tejaydi. 3 oyda bu ham sezilarli bo'ladi. Oldingi yillarda yordam ko'proq qog'ozbozlik va mahalla biladigan ma'lumotlar asosida bo'lgan. Hozir esa ko'plab jarayonlar raqamlashtirilmoqda. Bu nimani anglatadi? Agar sizning kadastr, yashash manzili, pensiya ma'lumotingiz, nogironlik holatingiz, oila tarkibingiz, kommunal shartnomalaringiz noto'g'ri bo'lsa, yordam olishda muammo chiqishi mumkin. Masalan, pensioner amalda yolg'iz yashaydi, lekin propiskda 3 farzandi ham shu uyda turibdi. Tizim buni xonadonda mehnatga layoqatli odamlar bor ko'rishi mumkin. Natijada yordam rad etilishi yoki kechikishi ehtimoli bor.
Shuning uchun men har doim aytaman, hujjatlar hayotdagi real holatga mos bo'lishi kerak. Agar farzandlar boshqa joyda yashasa, lekin ro'yxatdan chiqmagan bo'lsa, bu masalani hal qilish kerak. Agar pensioner boshqa joyda yashab, pensiya manzili eski bo'lsa, yangilash kerak. Agar nogironlik hujjati muddati tugagan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish kerak. Agar kommunal hisoblagich boshqa odam nomida bo'lsa, shartnomalarni tartibga keltirish kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi xato, men pensionerman, demak hamma yordam avtomatik beriladi deb o'ylash. Yo'q, har doim ham avtomatik emas. Ayrim yordamlar uchun murojaat kerak. Ayrimlar uchun o'rganish kerak. Ayrimlar uchun tibbiy yoki ijtimoiy xulosa kerak. Siz kutib o'tirmasligingiz kerak. Ikkinchi xato, faqat og'zaki gapirib ketish. Mahallaga borib aytdim, lekin javob bo'lmadi, deyishadi. Men bunday vaziyatda murojaatni yozma qoldirishni maslahat beraman. Oddiy ariza bo'lsa ham bo'ladi. Arizada familiya, ism, manzil, telefon, pensiya miqdori, oilaviy holat, qishda qanday yordam kerakligi yoziladi. Masalan, men yolg'iz yashovchi pensionerman. Qish mavsumida uyimni isitish, dori-darmon va kommunal to'lovlar bo'yicha moddiy yordam ajratishingizni hamda ijtimoiy holatimni o'rganishingizni so'rayman. Mana shunday aniq ariza masalani tezlashtiradi. Uchinchi xato, daromadni yashirish yoki noto'g'ri ma'lumot berish. Buni aslo qilmang. Agar tizimda boshqa daromad chiqib qolsa, yordam rad etilishi yoki keyin qaytarish talab qilinishi mumkin. To'g'ri yo'l real holatni aytish. Ha, pensiyam bor, lekin dori xarajatlarim katta. Ha, farzandim bor, lekin boshqa viloyatda yashaydi va doimiy yordam bera olmaydi. Ha, uy o'zimniki, lekin qishda isitish imkonim og'ir deb tushuntirish kerak. To'rtinchi xato, faqat pul so'rash. Ba'zan pensionerlarga puldan ko'ra xizmat foydaliroq bo'ladi. Masalan, uyda parvarishga muhtoj odamga ijtimoiy xodim yordami, bepul tibbiy ko'rik, dori retsepti, reabilitatsiya vositasi, sanatoriy yo'llanmasi. Gaz yoki elektr xavfsizligini tekshirtirish, ko'mir yetkazib berishda yordam juda katta yengillik beradi. Shuning uchun murojaatda menga qanday yordam turlari tegishi mumkinligini ko'rib bering deb yozish ham to'g'ri bo'ladi. 5-chi nozik joy, qishda yordam so'rashni kechiktirmaslik. Ko'pchilik dekabrning oxiri yoki yanvarda murojaat qiladi. Bu paytda navbat, tekshiruv, ajratma, ro'yxat masalalari cho'zilishi mumkin. Eng to'g'ri vaqt kuzdan boshlab harakat qilish. Lekin qish boshlangan bo'lsa ham baribir murojaat qilish kerak. Chunki favqulodda og'ir holatlar bo'yicha alohida ko'rib chiqish imkoniyati bo'lishi mumkin. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, o'z xarajatlaringizni yozib chiqing. Bir varaq qog'oz oling va oxirgi bir oyda elektr, gaz, suv, chiqindi, dori, oziq-ovqat, ko'mir yoki boshqa yo'qligiga qancha ketganini yozing. Taxminan emas, iloji boricha aniq. Agar chek bo'lsa, saqlang. Dorixona cheki, kommunal to'lov kvitansiyasi, ko'mir puli, gaz ballon puli hammasi dalil bo'ladi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik bo'lsa hujjati, tibbiy ma'lumotnomalar, dori retseptlari, kommunal to'lov kvitansiyalari, uy-joy hujjati yoki yashash manzili bo'yicha ma'lumot, oila tarkibi haqida ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Hamma joyda bir xil ro'yxat talab qilinmasligi mumkin. Lekin sizda hujjatlar tayyor bo'lsa, jarayon tezlashadi. Uchinchi qadam, mahalla fuqarolar yig'iniga yoki hududingizdagi ijtimoiy xizmat mas'ullariga boring. Murojaatingizni aniq ayting. Men shunday deyishni tavsiya qilaman. Men qish mavsumida kommunal to'lovlar, yo'qligi va dori-darmon xarajatlari sabab qiynalyapman. Ijtimoiy holatimni o'rganib, menga tegishli davlat yordamlari, subsidiya, kompensatsiya yoki xizmatlar bor yo'qligini aniqlab berishingizni so'rayman. Bu gap muammoni aniq qo'yadi. To'rtinchi qadam, arizani yozma qoldiring. Agar arizani qabul qilishsa, nusxasiga sana va qabul qilgan shaxsni yozdirib oling. Agar elektron murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, My.gov.uz orqali yoki tegishli tashkilotning rasmiy qabul kanallari orqali yuboring. Telefon orqali gaplashish yaxshi. Lekin yozma murojaat keyingi nazorat uchun muhim. 5-qadam, uy sharoitingizni ko'rsatishdan uyalmang. Komissiya yoki mas'ul xodim kelib o'rganish o'tkazsa, real holatni yashirmang. Uy sovuq bo'lsa ayting. Pechka nosoz bo'lsa ayting. Elektr simlari xavfli bo'lsa ayting. Dori xarajati bo'lsa cheklar bilan ko'rsating. Ba'zan odamlar uyatdan muammoni kichik qilib ko'rsatadi. Keyin esa yordam miqdori ham kichik bo'ladi yoki umuman zarurat ko'rinmaydi. 6-qadam, javobni
kuzatib boring. Ko'rib chiqamiz degan gapdan keyin butunlay kutib qolmang. Bir necha kundan keyin borib so'rang. Arizangiz qayerga yuborildi? O'rganish qachon bo'ladi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Natija qachon chiqadi? Shularni aniqlang. Bu sizning huquqingiz. 7-qadam rad javobi bo'lsa, sababini so'rang. Rad etishdi. Demak, hammasi tugadi degan emas. Balki hujjat yetishmagandir. Balki o'yla tarkibida noto'g'ri ma'lumot chiqqandir. Balki daromad hisobida xato bordir. Balki siz boshqa turdagi yordamga mos kelarsiz. Rad javobi sababini bilmasdan turib keyingi harakatni aniqlab bo'lmaydi. Eng birinchi manzil bu mahalla. Chunki mahalla oilaning real holatini ko'rishi, dalolatnoma tuzishi, ijtimoiy ro'yxatlarga kiritishi, tegishli tashkilotlarga yo'naltirishi mumkin. Ikkinchi manzil hududingizdagi inson ijtimoiy xizmatlar markazi yoki ijtimoiy himoya mas'ullari aynan ijtimoiy xizmatlar tizimi yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar. Parvarishga muhtoj odamlar bo'yicha muhim vazifalarni bajaradi. Uchinchi manzil poliklinika. Agar muammo dori-darmon, surunkali kasallik, nogironlik, parvarish, reabilitatsiya bilan bog'liq bo'lsa, tibbiy hujjatsiz yordamni asoslash qiyin. Shuning uchun shifokoringizdan kasallik tarixi, retsept, doimiy davolanish zarurati haqida ma'lumot oling. 4-manzil kommunal tashkilotlar. Elektr, gaz, issiqlik, suv bo'yicha qarzdorlik, hisoblagich, nosozlik, xavfsizlik, noto'g'ri hisob-kitob bo'lsa, buni alohida hal qilish kerak. Ba'zan odam yordam so'raydi, lekin aslida uning to'lov noto'g'ri hisoblangan bo'ladi. Hisoblagich ko'rsatkichini tekshirtirish, shaxsiy kabinetni ko'rish, qarzdorlik tarkibini aniqlash kerak. 5-manzil myToKGUP.uz va rasmiy elektron xizmatlar. Agar siz yoki farzandingiz internetdan foydalana olsa, ayrim ma'lumotnomalarni uydan turib olish, murojaat yuborish, xizmatlar ro'yxatini ko'rish mumkin. Bu ayniqsa navbatda turishga qiynaladigan pensionerlar uchun qulay. Men bu joyda pensionerlarning farzandlari va nabiralariga alohida murojaat qilaman. Otangiz, onangiz, buyingiz yoki bobongiz menga hech narsa kerak emas deyishi mumkin. Lekin bu har doim ham ularning muammosi yo'q degani emas. Keksalar ko'pincha uyalmaydi, emas. Aynan sizni bezovta qilgisi kelmaydi. Shuning uchun siz bir marta borib, kommunal kvitansiyalarni to'g'ri ro'yxatini, uy isitish holatini ko'rib chiqing. Agar pensioner har oy 100-200 ming so'm pensiya olsa-yu, shundan 400 ming so'mini do'riga, 300 ming so'mini kommunalga, 700 ming so'mini oziq-ovqatga sarflasa, hisob o'zi gapirib turibdi. Pul yetmaydi. Siz unga pul bera olmasangiz ham, hujjatni tartibga keltirib, mahallaga birga borib, elektron murojaat yuborib, tibbiy ma'lumotlarni yig'ib berishingiz mumkin. Ba'zan eng katta yordam pul emas, to'g'ri eshikni topib berish bo'ladi. Yana bir muhim narsa, pensioner nomiga telefon raqam, bank kartasi, kommunal shaxsiy kabinetlar tartibli bo'lsin. SMS xabarlar kelmaydigan eski raqam, ishlamaydigan karta, boshqa odam nomidagi hisoblar keyinchalik muammo tug'diradi. Davlat xizmatlari ko'pincha ma'lumot aniqligiga bog'liq. Ma'lumot qanchalik tartibli bo'lsa, yordam olish shunchalik osonlashadi. Men yana bir narsani ochiq aytaman. 2500 ming so'mgacha tejash faqat davlatdan pul kutish bilan bo'lmaydi. Uy ichidagi tejamkorlik ham muhim. Qishda eng katta yo'qotish issiqlik chiqib ketishidan bo'ladi. Deraza romlari ochiq, eshik ostidan sovuq kiradi. Pechka noto'g'ri ishlaydi. Iskich eski va ko'p tok yeydi. Natijada odam ko'proq yoqadi, lekin uy baribir isimaydi. Masalan, deraza va eshiklarni ziqlash uchun 100 ming yoki 200 ming so'm sarflansa, elektr va gaz sarfi kamayishi mumkin. Qalin parda, polga gilam, eshik ostiga ziqlagich, pechka va mo'rni tekshirish oddiy ko'rinadi, lekin natija beradi. Faqat xavfsizlikni unutmang. Gaz plitani uy isitish uchun yoqib qo'yish, nosoz pechkadan foydalanish, mo'rini tekshirtirmaslik juda xavfli. Tejamkorlik hayot va sog'liq hisobiga bo'lmasligi kerak. Elektr isitgich tanlashda ham ehtiyot bo'lish kerak. Juda arzon, sifatsiz, sertifikatsiz isitgich yong'in xavfini oshiradi va ko'p tok sarflaydi. Agar pensioner uyida isitgich ishlatsa, simlar bardosh beradimi, rozetka qizimaydimi, avtomat mosmi, buni mutaxassis ko'rib berishi kerak. Bu masalada mahalla kommunal xizmat yoki elektr ustasidan yordam so'rashdan tortinmang. Ko'pchilik so'raydi. Agar farzandim bo'lsa, menga yordam berishmaydimi? Javob: har doim ham bunday emas. Farzand borligi avtomatik rad degani emas. Lekin farzandlarning real yordami, yashash joyi, daromadi, oilaviy holati hisobga olinishi mumkin.
Agar farzandingiz boshqa hududda yashasa, o'zi ham qiynalayotgan bo'lsa yoki sizga muntazam yordam bera olmasa, buni tushuntirish kerak. Yana so'rashadi. Uyim o'zimniki bo'lsa, yordam berilmaydimi? Uy joy borligi ham har doim rad degani emas. Chunki pensioner o'z uyida yashashi tabiiy. Muhimi daromad va ehtiyoj nisbati, qishki sharoit, sog'liq, yolg'izlik, kommunal xarajatlar. Lekin agar odam nomida bir nechta uy, avtomobil, katta daromadlar bo'lsa, bu albatta hisobga olinadi. Yana bir savol. Menga naqd pul berishadimi yoki xizmatmi? Bu yordam turiga bog'liq. Ba'zi holatda pul shaklida, ba'zi holatda mahsulot, yo'qilg'i xizmat, yo'llanma, imtiyoz. Kompensatsiya shaklida bo'lishi mumkin. Siz uchun muhimi nomi emas, real xarajat kamayishidir. Agar dori bepul yoki imtiyozli berilsa, bu ham tejash. Agar ko'mir yetkazib berishda yordam bo'lsa, bu ham tejash. Agar kommunal muammo hal qilinsa, bu ham tejash. Bugungi gapimning asosiy ma'nosi shuki, pensionerlar qish mavsumida o'zlariga tegishli yordam va imtiyozlardan bexabar qolmasligi kerak. 2.500.000 so'mgacha tejamkorlik bir martalik katta pul sifatida emas, balki moddiy yordam, kommunal yengillik, dori-darmon imtiyozi, yo'qilg'i masalasi, ijtimoiy xizmat va uy ichidagi tejamkorlikning yig'indisi sifatida shakllanishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugun xarajatlaringizni yozing, hujjatlaringizni tayyorlang. Mahallaga yoki ijtimoiy xizmat markaziga murojaat qiling. Arizani yozma qoldiring va javobni nazorat qiling. Farzandlar esa ota-onasining hujjatlari, dori xarajatlari va qishki sharoitini tekshirib qo'ysin. Ko'p yordamlar odam so'ramagani uchun olinmay qoladi. Sizning hududingizda pensionerlarga qish mavsumida qanday yordamlar berilyapti? Siz yoki tanishlaringiz shunday yordam olganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir oilaning qishdagi xarajatini sezilarli kamaytirishi mumkin.